Yani bugün dersimiz handleiding. Dersinin ismi handleiding. Handleiding yenge ta'lim terbiye, yetekçi, kullanma degandek jiq ma'nolar var. Bugün bu tekst orqali bizga mushu kitobni, mushu tekstni qanday o'rganish to'g'risida bir ta'lim tarbiya berdiganchu. Handleiding mushu kitobni o'rganishninki handleiding ekan, ya'ni qo'llanmasi, yetekchisi. Oldi bilan yana bir grammatikalik uqumdan boshlaymiz. Tekstni boshlashdan burun mana so'z o'tgandan keyin mush uqumni tekst uchirgan vaqtda texim yaxshi tushuna olasizlar. O'tgan soatda mushningki grammatikalik qismini keyingi soatda so'zlab beray degandim-chu. Ya'ni need bilan geen. Ana ikkilasining ma'nosi yo'q degan ma'nosi bor. Jumlalarni buluşsuz şekilde aylandırılan cümle. Mesela, mening mashinam bor desek, buluşluq cümle. Bunu hem de buluşsuz şekilde mening mashinam yo'q. Mening balam bor, mening balam yo'q degandekçi. Hem de bu ikkisininki ishlatilish o'rni o'xshamaydi. Ma'nosi o'xshash, lekin ishlatilish o'rni o'xshamaydi. Ya'ni geen deganni, yo'q deganni odatda ismlarning oldiga ishlatamiz. Zelfstandige naamwoord. Yani isimlarning oldiga ishlatib, faqat shu ismni buluşsuz qildi. Masalan, ik heb één telefon desek, mening telefonim bor. Lekin mening telefonim yo'q demoqchi bo'lsak, u chog'da geen telefon, ya'ni telefonim yo'q. Faqat shu ismni buluşsuz qilmoqchi bo'lsak-chi, shu ismning oldiga keldi, ik heb geen telefon. Ik heb één pen. Mening bir dona qalamim bor. Agar qalamim yo'q demoqchi bo'lsak, ik heb geen pen. Ik heb honger. Ya'ni mening qo'rsqim ochdi. Ya'ni menda qo'saq ochlik bor deb, ya'ni adabiy tarjima qilsak, shu qo'rsqim ochdi. Agar qo'rsqim ochmadi, menda qo'saq ochlik yo'q. Ik heb geen honger. Ik heb honden. Mening ishlarim bor. Ik heb geen honden. Ishlarim yo'q. Ik heb kinderen. Mening bolalarım bor. Ik heb geen kinderen. Mening bolalarım yo'q. Ik heb auto, mashinam bor. Ik heb geen auto, mashinam yo'q. Deb, ya'ni bu geen deganni işte ismlarning oldiga ishlatamiz. Ondan need degani bumi yo'q, lekin bu fe'llarni buluşsuz qiladi. Masalan, ik ga naar school. Men maktabga boraman. Ya'ni ha, boraman fe'l tug'i, jumlaning xabari tug'i. Agar biz buni bormayman demoqchi bo'lsak, o chog'da geen ishlatmaymiz, balki need. Ik ga niet naar school. Ana jumladagi o'rni fe'lning keynida keladi-chu. Ik ga niet naar school. Ik werk hard. Men jafoliq ishlayman. Endi men jafoliq ishlamayman deb, ya'ni ishlayman degan fe'lni ishlamayman deb buluşsuz qilmoqchi bo'lsak, o chog'da ik werk niet hard. Yana misal neetqa, masalan, ik hou van je. Yani men sizni yaxshi ko'raman. Endi yaxshi ko'rmayman demoqchi bo'lsak, jumlaning xabari yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rish. O chog'da ik hou niet van je. Biz hozir fe'lni buluşsuz qilmoqchi bo'ldik, shuni niet. Ik lust graag appels. Yani lust degan yaxshi ko'rish. Men olmalarni yaxshi ko'raman. Men olmalarni yaxshi ko'rmayman. Bu chog'da ik lust niet graag appels. En waar is je jas? Yani chaponingiz qayerda? Yani menda sizning chaponingiz yo'q demoqchi bo'lsak, u chog'da yana ik heb mijn jas niet. Yani menda chaponim yo'q. Yani biz yana chapan bar degan fe'lni yo'qqa o'zgartiryapmiz-chu. Lekin yani heb yani cleverdo, yani ik heb mijn jas niet. Degandek, yani shunda yani geen degan yo'q, lekin ismlarning oldiga kelib ismlarni buluşsuz qildi. Mana need degan fe'llarning oldiga kelib shu jumlaning xabarini buluşsuz qildi. Shunga ishlatgan vaqtda sizlar ismni buluşsuz qilmoqchimi yoki xabarni buluşsuz qilmoqchimi, shuning asosan ikkisidan mos kelganini ishlasanglar bo'ldi. Ham tekst kelayli, bugungi tekst mush tekst shu. Mush tekstni bir-birlab o'rganib o'tamiz.
tekst. Birincisi, luister. Bu pilni ügünüp boğandık. Anlang, lees, okun, en gebruik. Bunu ügünüp boğan, işiltin, paydalanın, de woordenlijst. Yani sözlükler tizimlikinden paydalanın. Sözlükler tizimlikini işiltin deydi. Yani bu tekst bizge muş kitapni, muş tekstni qanday ügünüş doğrusu düşünç bir vaatı. Çünkü birinci olap bizge bergen teklifi Anlang, nimani anglaymiz, tekstni anglaymiz, o'qing, nimani o'qiymiz, tekstni, ondan so'zliklar tizimligidan foydalaning deydi. Yani nimani anglaymiz, luister nardi kasetda, yani unalg'ulintisini anglang, yani unalg'ulintisida shu tekstning o'qilishi bor. Yani tekstning o'qilishini anglang deydi-chu. Luisteren nar deb o'rgangandik o'tgan soat esinglarda bo'lsa, shu luister nardi kasetda liste tekst, yani tekstni o'qing in het book, yani kitobning ichidagi kitapның içideki tekstini oku en zəx alыс na. Alыс degen hemme, na zəxin əgişip demek. Hem de bu pil əsli şekli na zəxin əgişip demek. Gollan tilda bir xil pillar var. Muşta ayrıqıl olduğan pillar, ayrıqıl olmaydıgan pillar depçu. Ma na zəxin degen muşta ayrıqıl olduğan pillar türü gitəvə. Bu pillarını cümle işletkende muşta ayrıp işletimizçu. Bunu pillarning türlerinde tafsil so'zlaymiz. Lekin sizlar hozir nazaxin degan gapninki asli shakli nazaxin ekanligini, agishib demak deb ma'nisining mushkalligini, lekin bu ayirib ishlatkiloldigan, ayrig'iloldigan pillarga taba bo'lg'achqa, bu yerda zax bilan naninki ayrilib ketganligini bilib olsanglar bo'ldi-chi. Ondan herhal dit proses. Herhalen tekrarlamak, yani tekrarlang dit. Bu proses, bu jarayonni tot degan g'icha, taki deganlik ma'nosi. Masalan, tot fayf ur desek soat 5gacha, tot mandaq desek dushanbegacha degandekchu. Yani bu jarayonni takrorlang taki qachongacha the text, yani siz tekstni helimal bixrayb, yani helimal degan butunlay bixraybin tushunmak, yani siz tekstni bütünlüğü düşüngeç tekrarlan deydi. Muş jarayonni. Qaysi jarayonni? Anglash, o'qish, agishib deyish muş jarayonni. Worden in kursiv sein new. Yani worden sözler in kursiv. Kursiv degan yantu demekçi. Mesela men kök rangda boyalgan sözlerini yantu şekilde yazdım-chu buna. Şu xatning şekilden yantu şeklini tanladım. Yani kursiv degan muşta şeklini demekçi. Yani yantu şekilde yazılgan sözler, yeni sözler. The betekenis, yani betekenis degan ma'nisi şu. The betekenis fintiye, yani ma'nisini tapalaysiz, fintiye in the woordenlijst. Sözler tizimlikidan naast the text, yani tekstning yenidagi sözlükler tizimligidan tapalaysiz deydi-chu. Yani bu kitapta tekst var. Tekstning pastilam işte woordenlijst var-chu. Men sizlarga shu woordenlijstni sözlükte yalgamakta shu woordenlijst mush sözler mesela woordenlijst sözlükte tizimligida bor-chu. Kitapta shuni demek hozir. The andere woorden, andere başka sözler habye al geleerd. Yani başka sözlerini siz allaburun geleerd. Siz allaburun ügünüp bo'lgan. Endi ma cümle şekli musal murakkabroq tutgan zaman şekli. Baya degan bir cümlede bazı ikki pil bo'ldi degan dal shu, yani ma cümledeki pil hab bilan geleerd-chu. Asli geleerd degan asli şekli ma pilninki infinitiv, yani hele verik word leren. Biz ügünüp bo'lgandik. Lerenning ma'nosi o'rgatmak degan ma'nosi bor-di. Amyadagi geleerd degani ügünüp bo'lgan deb pütken zaman, ötep ketip bo'lgan, pütüp bo'lgan ishni bildiryapti-da. Yani başka sözlerini siz allaburun ügünüp bo'lgan, dat sein audiordir. Yani ular konu sözler deydi-chu. Yani mesela muş tekstdagi hozir men yangi sözlerini, sizlar o'rganmagan sözlerini yantu şekilde berdim. Lekin tuz şekilde yazılgan sözler sizlar o'rganib bo'lgan konu sözler. Luister, kassette, liste text, init, book bularning hammani o'rganib bo'lgan-ku, mushta demakchi-chu. Hem tekstning davomi luister, hem bizga bergan ikkinchi taklifi luister, anglang. Alыс bixrayb, yani alыс degan agarda, navoda degan ma'nosi. Agarda siz
alles hemmini. Eğer siz hemmini düşüngen bolsanız, begrijp. Eğer siz hemmini düşüngen bolsanız, anlang, kanda anlang, zonder in het boek te kijken. Zonderni öğrengen tuqqa ötken saatte, yani bu men bulutsuz kıldıcı, qaramay turup, yani kitapqa, kitapsız, zonder in het boek te kijken. Kitapqa qaramay turup anlang deydici. Yani tekstni öğrenip bolgandan keyin, sözlükni öğrenip bolgandan keyin, andan aşu tekstni kitapqa qaramay turup, tekstqa qaramay turup anglap baqayan. Düşünelemsiz, düşünememsiz demekçi. Yani wanneer, qaçanki siz de tekst helemaal begrijpt, yani siz qaçanki tekstni helemaal bütünlüy düşüngen vaqtingizda ve alle woorden kent. Yani hemme sözlerni kennen, bunu öğrenip bolgandyk. Hemme sözlerni bilgen vaqtingizda sluitdan je boek. Sluit, taqmak, yapmak, ishni yepish, taqash, kitapni yepish, hemme keldi. Kitabınızı yip ötün deydi. Luister naar de tekst, yani tekstni anglang, zonder boek, kitapsız. Kitapqa qaramay turib tekstni anglang. En zeg alles na. Hemmini ergishib deng deydi. Herhaal dit proses, tekrarlang bu jarayonni tot, taki g'icha je de tekst goed kent. Siz taki tekstni yaxshi bilgicha tekrarlang deydi. Bu bir nəhayət yaxşı öyrəniş usuli. Şu aldılan tekstni anlap, sözlükni öyrənib, tekstni qarab oqub, düşünüb, tekstni anlap, mən to'liq tushundim degandan tekstni hech qanday kitobga qaramay turib anlap, düşünələmsə, düşünəməmsəm özüңlarniki düşünüş iqtidarını aşırışqımı bir paydalı olğan öyrəniş usuliçi bu. Bizga bergan 3-cü təklif kontroller via gaten tekst. Yani kontrolleren degan ma'nosi tekshirish degan ma'nosi, ya'ni tekshiring via orqali gaten tekst. Gat degan to'shuk, gaten tekst degan ya'ni to'shuklik tekst deb, ya'ni bo'shirulliq tekst demekçi. Ben sizlarga 2-chi, 3-chi darslarda topshiriq bergan vaqtida esinglarda bo'lsa, işte bir tekstni berib, ichida ba'zi so'zlar tushib qolgan, shuni yozib qo'yinglar deb topshiriq bergan. Dal shuni demekçi. Kontroller via de gaten tekst of je alles begrijpt. Yani işte boşroluk tekst arqali hemmini tushungan tushunmaganligingizni tekshirib boqing deydi. Yani ga nu naar de gaten tekst, yani hozir boşroluk tekstga biring. Hierin bunun ichida ontbreekt in aantal woorden. Bir qancha so'zlar ontbreekt tushib qolgan, ontbreken. Asli şekli ontbreken, yani infinitif helwerk woord, yani tushib qolmoq demekçi. Alles je de tekst goed hebt geleerd, yani alles agarda siz tekstni goed, yaxshi hebt geleerd, yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, yaxshi o'rganib bo'lgan bo'lsangiz, yani o'rganib bo'ldingiz, shuni bitgan zaman shaklida kelyotidi. Weet je welke woorden ontbreken? Yani bilasiz welke woorden, qaysi so'zlarning tushib qolganligini. Yani siz tekstni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, qaysi so'zlarning tushib qolganligini bilalaysiz deydi. Schrijf geen woorden in je boek. Yani schrijven yazmak, yani kitabingizga woorden, so'zlarni yozib olmang deydi. Berilgan 3-chi taklif. 4-chi taklif, ga verder, alles het lukt. Yani firdirxan davamlashtirish, yani ha firdir, yani davamlashtiring. Nimani davamlashtiramiz? O'rganishni davamlashtiring. Keyingi bosqichni deydi. Alles het lukt, yani keyingi darsni yana davamlashtirib o'rganing demekçi. Agarda utuqliq bo'lgan bo'lsa, miyada nimani utuqliq bo'lgan bo'lsa, yani boya biz 1-chi, 2-chi, 3-chi bizga 3 taklifni berdi-ku, qadam bosqichlar bo'yicha. Yani şu 3 bosqichning hammasi utuqliq bo'lgan bo'lsa, xafirdir. Davamlashtirib o'rganishni. Ha turux, keyningizga qayting, alles het niet lukt. Agar utuqliq bo'lmagan bo'lsa, keyningizga qayting deydi. Yani qanday qaytimiz? Yani lukt het niet goed om de juiste woorden te vinden. Yani lukt het niet goed. Yani utuqliq
yaxshi bo'lmayotamdi. Bu yerda nitni ishlatyapti. Mana diqqat qilinglar. Chunki bu yerda hozir lükkan, asli fe'lninki to'liq shakli lükkan, ma'nosi utuqliq bo'lmoq degan ma'noda-ku. Bu yerda utuqliq bo'lmagan bo'lsa, ya'ni yaxshi bo'lmagan bo'lsa deb biz fe'lni bo'lishsiz qilganligimiz uchun nit qilyapti-ku. Lüktet nit hut die juiste woorden finden, ya'ni to'g'ri juiste, to'g'ri so'zni tepish utuqliq bo'lmadimi? Nimadan to'g'ri so'zni tepish? Bayayliq boshurulliq tekstdan tushib qolgan so'zlarni tepib biqing dedi emasmi? Agarda shu boshurulliq tekstni siz yaxshi ishlayolmagan bo'lsangiz, to'g'ri topolmagan bo'lsangiz deydi, dan begin je weer bij punt 1 of 2. U halda begin başlang je weer yana bij punt 1 of birinci ve ikinci nuqtani yana qaytadan başlang deydi. Yani hazır mal 4. bəgən tekst fikirği. Birinci, ikincisini yani qaytadan başlang. Yani qaytadan sözlerini ügünün, qaytadan tekstini anlap oqub, qaytadan yaxşı ügünün deməkçi. Demək siz pişiq ügənməpsiz deməkçi. Lukt het wel, yani utuqluq boldu mu? Dan ga je naar de vragen en de oefeningen. O çağda siz bireng nəge vragen, suallar ve oefening məşqlərge. Yani sual ve məşqlərge bireng deydi. Şu bir yerde şu mesela ben sizlerge ötken saatlik derslerde ve ikinci, üçüncü derslerde işte bir sualga cevap beriş degende məşqlarni əvətken bu. Şu hem bu kitabın tekstlerden işte ilangan məşqlərdi. Bu kitapta her bir tekstten keyin işte boşluğunu doldurgan sual var. Onun keyinden sualga cevap beriş var. Onun keyin başka məşqlər var. Şunu demekçi. Bundan keyin men aş kitapninki məşqlərini sizlerge ayrı tapşırıq şekilde hemen əvətib qoyma inşallah. Şumuş usul boyunca degan teklif fikir boyunca işte işlep baksanlar bo'ldi-ku. Endi bizga berilgan eng oxirgi teklif herhaal in par audio teksten. Yani herhalen tekrarlang in par bir qancha audio teksten. Konu tekstlarni, yani burun ügünüp bo'lgan tekstlarni tekrarlang deydi. Yani herhaal audio teksten fark, yani daim konu tekstlerini tekrarlap durun. Dan onthoud je de woorden beter. Yani onthouden esti saklamak. Yani o halda siz esti saklaysiz de woorden sözlerini beter, yaxşırak. Yaxşırak esti saklayalaysiz deydi. Yani burun ügengen tekstlerini mesela biz hazır 5. dersinin tekstini ügenotımızga. Birinci, ikinci, üçüncü, 4. dersinin tekstini mi? Vaqtınız çıkandan da tekrarlap durun, tekstlerini okup durun, anlap durun. Şuna qilgan vaqtınızda siz sözlerini tixim yaxşı esingizga saqlay olaysiz deydi. Yani bizga bugun mushu kitapni, mushu tekstni yaxshi ügünüş to'g'risida bularning bergan bugungi tekst mushta bizga bir qo'llanma shaklida, yetakchi shaklda berilgan tekst ekan-ku. Shunga bu yerda tarjimasini hammani yozib qo'ydim. Mana birinchi olab oldidan tekstni anglang, o'qing. Sözlüklerini yaxşı ügünün. Ondan hemen düşüngen bolsanız kitapga qaramasdan anlap biqing. Ondan kitapni tekstni anglagan vaqtınızda ergişip deng. Ta ki tekstni to'liq tushunguncha qayta tekrar qiling. Onun keyin tekstdagi boshroqliq mashqni ishlab biqing, tushib qolgan so'zlarni yozib biqing. Agar ash boshroqni yaxshi ishlay olgan bo'lsangiz, bu chaqda boshqa savol va mashq qismini ishlang. Eğer şu boş oranını yaxşı işleyemegen bolsanız, o çağda üstüdeki birinci, ikinci basqıçni yani qayta tekrarlang, burun ügengen tekstlarni pat-pat tekrarlap bering, sözlerini tixim yaxşı esingizga saqlay olaysiz deb, yani bizga bir yaxşı ügünüş usulini tavsiya qilyapti-ku. Men sizlarga tavsiya qiladigan usul shu. Oldidan sözlüklerini bir qitimda o'qiyotgandan keyin tekstni sözlükni ügünüp bo'lgandan keyin tekstni ichib turib, o'zinglar mesela dersni anlap bo'lgandan keyin hozir tekstni ichib turib, o'zinglar o'qib, tarjima qilib boqinglar-ku. Tarjima qilib, ondan anglanglar, anglab, anglash jarayonida hammani tushuna olamsizlar. Oldidan tekstga qarab turib anglanglar. Undan keyindan tekstga qarab turib anglab, hammani tushuna olgandan keyin, ondan tekstga qaramay turib anglab boqinglar. Shuni eng oz endi 5-6 qitim yo'lda mangacha, avtobuslarni saqlag'icha anglasanglar bo'ldi.
Yani men bunda deb özüm derslerning tekstini ovozliq nusxasini avatlamay qolib qoldim, lekin men avatib beraman inshaalloh. İşte anlap ilqi tushunaldingmi, tushunmadingmi? Ashunga diqqat qilinglar. Shu orqali ham anglash iqtidoringlarni oshirishning bir yaxshi usuli mushu. Yani golland tilini sal o'rgangan bolalar ilqi tekstni o'qisam tushunaman, lekin anglasam tushunmayman deb bu anglash iqtidori ham boshqa bir xil iqtidorchu. İşte deydiganlarim yo'q, shunga oldidan tekstni yaxshi o'qib tushungandan keyin yaxshi o'qib tushungan tekstni qayta anglab, kitob qarab anglab, ondan kitobsiz anglab, shunda mashq qilsanglar, u chaqda qulqinglar rasmiy pishib, anglash iqtidoringlar oshadi. Men sizlarga tavsiya qiladigan o'rganish usulim shu. Ondan burungi tekstlarni pat-pat ichinglar pishqanda, vaqtinglar chiqqanda, avtobus saqlaganda, poyezd o'tirganda bir ashqatim anglab o'tinglar. Takrorlash bek muhim. Takrorlash. Shunga xuddi bizning dinimizdami Allah eng yaxshi ko'rgan amal az olsun izchil davomlashgan amal deb xuddi mushu butun hayotning hamma nimalariga mos keladigan bir qonun qoida. O'rganishmi shunda. Az davomlashsa mayli, hech qisi yo'q, lekin izchil davomlash kerak-ku. Masalan, siz haftada har kuni 15 minut vaqt chiqarib o'rganish qilgan bilan kunda shu dushanbadan jumagacha hech o'rganish qilmay, shanba kuni o'ltirib 1 soat o'rganish qilib deb, shu dushanbadan jumaning hammani yig'ibchi, masalan 2 soat deyli. Shanba o'ltirib 2 soat o'rganish qildinglar, lekin yakshanbadan boshlab yana bir shanbagacha hech nima qilmadinglar, takrorlamadinglar, o chaqda butun unutib ketasizlar-ku. Shu shanba o'ltirib 2 soat o'rganishni sizlar shu dushanba 15 minut, seshanba 15 minut mushta chechib har kuni qila olsanglar, o chaqda buning önemi boshqacha bo'ldi-ku. Har kun takrorlab turish bek muhim. Endi bugungi darsimizning eng oxir qismida maqol tamsil. Bugun o'rganadigan maqol tamsil in goeie buur is beter dan in verre vriend. Yani goed, yaxshi, o'rganib bo'lgansizlar. Yani bir yaxshi buur. Buur degan xo'shtar degan ma'noda. Buurman desa er xo'shtar, buurvrouw desa ayol xo'shtar. Yani bir yaxshi xo'shna, beter, yaxshiroq, dan degan tin degan ma'nosi var. Miyada dan degan so'zning jiq ma'nolari var. Lekin miyada din yaxshiroq. Kimdan yaxshiroq? In verre vriend. Yani ver degan jiroq degan ma'noda. Vriend, yani yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning yaxshi deb bizning tilimizdagi maqol tamsilga dal mos keldi. Yani bir yaxshi qo'shna yiroqdagi do'stdan yaxshi deydi. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning yaxshi deydi-ku. Andama buurman, buurvrouw. Masalan, sizlar qo'shninglarnimi ashtadan chaqirsanglar bo'ldi. Masalan, binodan uyinglardan chiqib bortinglar, endi qo'shninglar bor ekan, shunda vaqtda "Goeiemorgen buurvrouw." Yani atgelkans xayrlik olsun qo'shnam xonim yoki "Goeiemorgen buurman." deb mushtalı chaqirsanglar bo'ldi-ku. Buurman, buurvrouw. Bugun o'rganadigan maqol tamsil mushu. Darsimiz ham mushagacha.